Ayol eriga tikka sakray boshlasa bu hurmatsizlik emas. Bu oxirgi signal. Uni shu holatga kelishiga erkak tomonidan qilingan 3 ta xato sabab bo'ladi. Birinchisi, ayolini eshitmaslik. Gapirsa jim bo'l deydi, keyin gaplashamiz deydi. Ya'ni umuman gapini inobatga olmaydi. Mana shunda ayol ichida yig'ilib, oxiri bir kuni bum bo'lib portlaydi. Ikkinchisi, ayolini kamsitish. Shunga ham aqling yetmaydimi? Tovuqmi yasan, aralashma va hokazo deb ayolini doimiy tarzda pastga urish. Bu erkak uchun oddiy gap, lekin ayol uchun bu ichidan sindirish. Uchinchisi bo'lsa, mas'uliyatdan qochish. Ya'ni erkak mas'uliyatni bo'yniga olmasa, ayol majburan o'sha mas'uliyatni bo'yniga oladi va mas'uliyat bilan birgalikda nazoratni ham bo'yniga oladi. Mana shundan keyin erkak meni xotinim hurmat qilmaydi, tikka sakraydi deydi. Haqiqat nimada desa, aslida hurmat yo'qolmagan, balki ayolning sabri tugagan bo'ladi xolos.